Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar? Demak, Best Doctors jamoasi hamda Medical jamoasi tomonidan patologiya darslarini boshlaymiz. Demak, biz bugun aralash distrofiyalarni davom ettiramiz. Mavzuimiz biroz yirikroq bo'lgani uchun birinchi qismlarga bo'lib o'rganib olyapmiz. Demak, davom ettiramiz. O'tgan darsda gematoporfirinda tugagan edik. Ya'ni endi biz bugun davomini o'tamiz. Ya'ni gematoporfirin nima, uning vazifasi nima, qanday kelib chiqadi, qanday patologiya holatlarni keltirib chiqaradi, xolos shu haqida o'rganamiz. Demak, gematoporfirin ya'ni bu tovlanuvchan pigment hisoblanadi. U o'z tuzilishiga ko'ra, demak, o't pigmentlariga o'xshab ketadi va asosan ma'lum bir miqdorda fiziologik holda uchraydi. Ya'ni bu faqatgina patologik holda uchramaydi. Fiziologik holda asosan qon hamda siylikda biroz miqdorda uchraydi. Demak, gematoporfirinlar qonda to'xtab qolganda badan terisi hamda suyaklarda qo'ng'ir tusga kirib qoladi. Xo'p, mana bu qo'ng'ir tus. Demak, qo'ng'ir tusga kirib qoladi. Siylikni esa olcha rang, qizil rangga bo'yab berar ekan gematoporfirinlar. Demak, agar yana qayta aytaman, badanda to'planib qolsa qo'ng'ir tusga kiradi, badan yoki suyakda qo'ng'ir tusga, siylikda esa och qizil rangni beradi, xuddi olchani rangiga o'xshash. Xo'p, endi qonda gematoporfirin miqdori ko'payib ketishining asosiy sababi quyidagi hollar bo'lishi mumkin. Zaharlanish. Aynan nimadan zaharlanish? Qo'rg'oshin, sulfazol yoki barbituratlardan zaharlanganda ko'pincha, demak, gematoporfirin miqdori ko'payib ketadi. Yoki avitaminoz holatlarda yoki pernitsinoz anemiya va ba'zi jigar kasalliklarida ham, demak, gematoporfirin miqdori ko'payib ketar ekan. Xo'p, davom etamiz. Endi gematoporfirinlar asosan melaninning antagonisti hisoblanadi. Ya'ni o'zi melanin bu bizni tanamizda ultrabinafsha, quyoshning ultrabinafsha nurlaridan himoya qilish vazifasini bajarardi. Melanin. Endi gematoporfirin deyapmiz, melaninning antagonisti, ya'ni naborot teskari ta'sir ko'rsatadi. Qanday qilib deydigan bo'lsak, badan terisini nurlar ta'siriga sezuvchan qilib qo'yadi. Lekin melanin esa teskarisi edi, ya'ni xo'p, nurlardan himoya qilardi. Natijada esa badanning ochiq joylarida demak, eritemalarni hosil qiladi yoki qavariqlarni yoki qanaqadir yaralarni hosil qiladi. Demak, u yaralar hadeganda bitavermaydi, ya'ni bitishi ham biroz qiyinroq bo'ladi. Shuningdek, hazm organlari va nerv sistemasiga aloqador bir qancha o'zgarishlarni ham davom ettiradigan og'ir quyuq yaralarni ham paydo qilishi mumkin va ba'zi hollarda sariqlikni ham paydo qiladi. Ba'zi hollarda. Xo'p, demak, ikki xil bo'ladi. Nasliy hamda orttirilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, turmushda orttirilgan bu holdagi gematoporfiriyalardan kamdan kam uchraydigan irsiy kasalliklar bo'lmish, demak, tug'ma porfiriya ham bo'ladi. Xo'p, tug'ma porfiriyaning demak ikki xil turi mavjud ekan. Eritropoetik turi bo'ladi hamda jigarga aloqador bo'lgan porfiriyalar farq qiladi. Endi bularda asosan porfirinning sintezi buzilgan bo'ladi. Endi o'zi masalan biz aytayotgan gematoporfiriyalarda porfirin sintezi buzilgan bo'lardi. Endi biz ikki turga bo'lib olyapmiz-ku tug'ma porfiriyalarni, ya'ni eritropoetik hamda jigarga aloqador bo'lganlarini. Ana shular bir-biridan porfirin sintezining aynan qayerda buzilish bo'lganiga ko'ra, demak, bir-biridan farq qiladi. Xo'p, porfiriyaning eritropoetik shaklda gemolitik anemiya boshlanib, nerv sistemasi va me'da ichak yo'lini ham zararlaydi. Demak, birinchi porfiriyalarning ta'siri bu eritropoiz jarayonini buzar ekan. Natijada gemolitik anemiyalar sabab bo'ladi. Shuningdek, taloq, suyaklar hamda tishlarda porfirinlar to'planadi va ularga qanday rangni berar ekan? Jigar rang.
tus beradi. Demak, taloq, suyak hamda tishlarda to'planib, porfirinlar jigarrang tusni beradi. Asidikda esa porfirin miqdori ortib ketadigan bo'lsa, sarg'ish qizil rangga kiradi. E'tiborli bo'lamiz ana shu ranglariga. Demak, asidikda miqdori ortib ketsa, sarg'ish qizil rangga kiradi. Porfir ya'ni jigarga aloqador xilda jigar kattalashishi bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, mana bu gematoporfirinning tuzilish birligi. Davom etamiz. Endi bezgak kasalligi, ya'ni bezgak pigmenti haqida gaplashaylik. Bezgak pigmenti bu gemomelanin bo'ladi. Ya'ni gemomelanin hisoblanadi va tuzilishi jihatdan gematinga yaqin turadi. U asosan qachon hosil bo'ladi deydigan bo'lsak, infeksiyalangan eritrotsitlarning yemirilish natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni infeksiya tushyapti, antigen tushyapti. Bu antigen o'z-o'zidan eritrotsitlarga ham ta'sir qiladi. Demak, bu pigmentimizda, ya'ni bezgak pigmenti bo'lgan gemomelaninning tarkibida temir bor, lekin bu demak pigmentni Berlin lazer hosil bo'lish bilan o'tadigan musbat Peirce reaksiyasini bermaydi. Ya'ni tarkibida temir bo'lsa, bu Peirce reaksiyasini berar edi, lekin bunda Peirce reaksiyasini bermaydi. Chunki u temir alohida emas, balkim birikkan holda bo'ladi. Bu pigment bezgak parazitlarining tanasida bo'ladi, chunki bezgak parazitlari aynan nimada rivojlanardi? Eritrotsitlarda rivojlanardi. Buni sizlar 8-9 sinf darsliklardan o'qigansizlar. Masalan, yodlaringizda bo'lsa, bezgak plazmodiysi, ya'ni bezgak paraziti asosan eritrotsitlarda rivojlanardi. Va eritrotsitlar rivojlanib, eritrotsitlarni parchalab yuboradi. Natijada ulardan esa gemoglobin ajralardi. Gemoglobin ajralish natijasida ana shu gemomelanin pigmenti hosil bo'lar edi. Xo'p, davom etamiz. Bundan tashqari merozoitlar ham keng tarqalgan ekan. Endi merozoitlar ham qonga chiqqanda qon oqimiga tushadigan pigmentni, ya'ni aynan masalan biz aytgan pigmentlarni jigar, taloq, ko'mik hamda limfa bezlarining monotsidar makrofagal sistema to'qimasi fagotitlaydi. Va shunga ko'ra bu pigmentni monosidar makrofagal sistema bo'ladigan organlarda topishimiz mumkin. Ya'ni yuqorida aytgan organlarimiz taloqda, ko'mikda, jigarda hamda limfa tugunlarida topishimiz mumkin. Va aynan ushbu organlarda ular o'sha organlarni kattalashtirib yuboradi va to'q kulrang tusga kirishini ta'minlaydi. To'q kulrang tusga kirishini ta'minlaydi. Bu kulrang tus kasallik tugagandan keyin ham uzoq muddat davomida saqlanib qoladi va taloq kattalashib qoladi. Ya'ni kattalashgandan tashqari qattiq bo'lib qoladi. Masalan, normal holatda ular yumshoq a'zo, parenximatoz a'zo, lekin patologik jarayon bo'lyapti, natijada qattiq bo'lib qoladi. Bundan tashqari, ana shu bezgak kasaliga qo'zigan vaqtda taloqni yumshab, ivilib qolganini ham ko'rishimiz mumkin. Va juda ham yana yiriklashadi. Hatto 3-4 baravargacha ham taloqning hajmining yiriklashganini ko'rishimiz mumkin. Va taloq shu qadar tez kattalashadiki, hatto uning taloqni masalan tashqi tomondan qoplab turadigan kapsulasi yorilib ketadi va bir talay qon ketishlar ham sodir bo'lishi mumkin. Chunki taloq bu qonning deposi hisoblanadi. Shuningdek, tush suyagi, qovurg'a, umurtqa tanalaridagi ko'mik deyarli qora rangga bo'ladi. Ba'zilari esa demak shokolad rangni egallaydi. Mana ba'zilari esa shokolad rangni egallaydi. Xo'p, davom etamiz. Endi savol tug'iladi. Ustoz, bezgak komasdan odamlar o'lishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Xo'p, qaysi turda o'lishi mumkin? Ya'ni odam bezgak komasdan ham o'lib qolgan hollar bo'lishi mumkin. Asosan bu tropik mamlakatlarda uchraydi. Ya'ni tropik bezgak uchun xos hisoblanadi. U chunki markaziy nerv sistemasida bezgak parazitlar to'planadi va u yerda og'ir intoksikatsiyaga sabab bo'ladi.
Ya'ni o'sha miyada intoksikatsiya bo'lyapti. Natijada miya to'qimasida giperemiya bo'lgani hisobiga spazm boshlanadi va bunda kapillyarlar yo'lida bir talay pigmentlar to'planib qoladi. Ya'ni kapillyarlar yo'lida pigment to'planib qolishi bu qon aylanishining buzilishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, aynan miyaning kulrang moddasi tutunsimon kulrang tusga kiradi. Ayniqsa buni biz kunduzgi yorug'likda ko'rganimizda juda ham aniq ko'rinadi. Endi tropik bezgakda miya kapillyarlarining ichida pigment to'planib qolishidan tashqari yana bir alohida granul yomalar ham shakllanadi. Demak, bu nima degani? Masalan, bezgak paraziti bor, uning atrofini B limfositlar, epiteliosit hujayralari, gigant hujayralari qoplab olib, granul yomalarni hosil qiladi. Va biz buni aynan tuyuk granulomalar deb ataymiz. Va aynan ana shu tuyuk granulomaga o'xshash bo'lgan, go'shaga o'xshab ketadigan tuzilma, ya'ni tugun hosil qiladidan keyin ana shu neyrogliya hujayralarga o'sib kirgan bo'ladi. Ularning o'rtasida esa nekrozga uchragan joy bo'ladi va u yerda aynan tromb tiqilib qolishiga sabab bo'ladi va natijada mayda qon tomirlarida tromblar tiqilib qolib, yana yuqorida aytganimizdek, qon tomirlariga qon oqishi buziladi, miyaning qon bilan ta'minlanishi buziladi. Endi xo'p, buni bir nazariya jihatdan o'qib ko'radigan bo'lsak, xo'p, demak, tropik bezgakda miya kapillyarlarining ichida pigment to'planib qolishidan tashqari alohida granulyomalar paydo bo'ladi. Biz buni tuyuk granulyomalar deb ataydigan tuzilmalar go'shaga o'xshab o'sib chiqqan tugun nekrogliya hujayralaridan iborat bo'ladi. Ularning o'rtasida nekrozga uchragan joy va tromb tiqilib qolgan mayda tomirlar ko'zga tashlanadi. Granulyoma paydo bo'lishiga sabab qon aylanishining izdan chiqishi, parazitlarning to'planishi va mayda qon tomirlar devoriga zararli ta'sir ko'rsatishi munosabati bilan boshlanuvchi koma. Ya'ni koma bu o'sha miyaga qon bormaganligi, miya hujayralarining kislorodga ta'minlanmaganligi hisobiga yoki yurak o'zining vazifasini bajara olmaganligi, ya'ni bajarib olmay bosh miyaga qon bormaganligi natijasida sabab bo'ladi. Va oxiri komagacha ham sabab bo'lishi mumkin. Bu asosan toksikoinfeksion staz bo'lishi bilan xarakterlanadi. Davom etamiz. Keyingisi lipidogen pigmentlar, ya'ni lipiddan tashkil topgan pigmentlar. Asosan bu pigmentlarni bir turi bu qarilik pigmenti, bu yerda eskirish pigmenti degan, ba'zi manbalarda eskirish pigmenti deb ishlatasiz, ba'zi manbalarda qarilik pigmenti deb ataladigan lipofussin misol bo'ladi. Lipofussin hujayralarining asosan erkin radikallardan zararlangan va lipidlarning peroksid oksidlanishidan zo'raygan paytda hosil bo'ladi. Demak, lipofussin bu lipidlarning peroksidli oksidlanishi va erkin radikalli shikastlanish natijasida hosil bo'ladi. Va biz uni aynan optik mikroskopda ko'rganimizda to'qimalarda bu pigment sariq jigarrang tusli nozik donachalar ko'rinishida ko'zga tashlanadi. Lipofussin regressiv o'zgarishlarga, masalan, keksayib qolganda yoki masalan surunkali patologik jarayonga giriftor bo'lgan paytda atrofiga uchragan hujayralarda to'planadi. Nima uchun aynan shu jarayonni aytyapmiz? Masalan, qarilarda disseminatsiya jarayoni kuchli bo'ladi. Shuningdek, masalan, odam kasal bo'lganda ham, kishilar kasal bo'lganda ham aynan qanday kasallik, surunkali kasalliklarda immun sistemasi susayib qolgan bo'ladi. Ya'ni atrofiyaga uchragan hujayralar topiladi. Atrofiya degani oziq moddaning yetib bormasligi bilan bog'liq patologik jarayon. Organizm ovqatga yalchimay qolishi tufayli ham, masalan, kaxiksiya belgilari bo'lganda, ya'ni ozi to'zib ketganda yoki keksayib qolganda ham jigar hujayralari va kardiomiyotsitlarda lipofussin juda ham ko'p miqdorda to'planadi. Va buning natijasida aynan gepatotsitlar hamda miokard hujayralari
atrofiyaga uchraydi va hujayralarda lipofutsinni to'planib qolganini ko'rishimiz mumkin. Va aynan ushbu lipofutsin qo'ng'ir atrofiya deb ataladigan hodisaga sabab bo'ladi. Demak, qo'ng'ir atrofiyani qanday kelib chiqishini ko'rib o'tdik. Xo'p, bundan tashqari lipofutsin ana tuzilishi lipofutsin. Mana bu sohalarda lipofutsinni ko'rishimiz mumkin. Lipidlar va fosfolipidlarning oqsillar bilan hosil qilgan kompleksi hisoblanadi. Biz lipofutsinning qanday hosil bo'lganligi, qaysi organizmlarda ko'p uchrashini ko'rdik. Masalan, surunkali kasalliklar hamda masalan qari keksalarda. Endi lipofutsinning qanday, o'zi nimaligini bilishimiz kerak. Lipofutsin yuqorida aytganimizdek, lipidlar va fosfolipidlarning oqsillar bilan hosil qilgan kompleksi hisoblanadi. Xo'p, lipofutsinning hujayra organellari membranalardagi lipidlarning peroksidli oksidlanish natijasida hosil bo'ladi va bu hol keksayib borish jarayonida erkin radikal shikastlanish, ya'ni erkin radikallar hujayralarda membrananing tobora ortishi natijasida juda ko'p miqdorda erkin radikallar hosil bo'lish natijasida ham hosil bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, demak yuqorida aytganimizdek, lipofutsin bu nisbatan yoshi katta odamlarda ko'proq uchraydi, chunki ularda o'sha organizm assimilyatsiyasi, ya'ni dissimilyatsiya yuqori bo'ladi. Demak, bunda lipofutsin yoki biz buni ovqat yetishmaslik, ya'ni bu kishilarda vitamin to'liq o'zlashtirilmasligi natijasida lipofutsinning hosil bo'lishi ortadi, chunki bunda lipidlarning peroksidlanishiga to'sqinlik qiluvchi antioksidantlarning ovqat tarkibida yetishmasligi tushunarli. Ya'ni keksa kishilar ovqat qabul qilyapti, masalan yaxshi yeyapti, lekin bunda organizm to'liq o'zlashtira olmaydi. Natijada ana shu antioksidantlar miqdori kamayadi. Bu antioksidantlarning vazifasi esa, ya'ni bu lipidlarning peroksidli parchalanishi yoki erkin radikallar parchalanishiga to'sqinlik qilar edi. Antioksidantlar. Xo'p, endi keyingisi bu proteogen pigmentlar ekan. Xo'p, buni keyingi video darsimizda davom ettiramiz.